Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Farg'ona mashina bozoridan video obzorni boshladik. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yamiz. Xo'p, Tracker 2 ni obzorini boshladik. Black Piano qilingan LS. Qarshidan turgan 2024 mi yili? 23 mi? 24 aka. 24. Kraskasi qanaqa? Kraskalar toza. Petnoretovkalari ham yo'q. Yo'q. Mikrofon qo'lingizga ushlab olsangiz, yaqin qilib olsangiz shirillab boradi-da, o'shaning uchun qo'lingizga ushlab olganingiz ma'qul. Balonlari yangi qo'yilgan, yumshoq balonlar. Podnoshkasi bor. Petnoretovkalari ham yo'q. Yo'q, kraskalar toza. 24 mi yurdimi bu? 27 ming. 27 ming. Propan qo'yilgan ekan-a? Ha, italyanskiy propan. 4 ta balon, Black Piano, podnoshka hamma yo'q qilingan. Buni material ekan, sidinalari lyuksiz. Hop. Lekin sostoyaniyasi cho'tki bo'lib turibdi. Qayerda mashinasi bular? Toshkentdagi aka. Toshkentda mashinasi. Generalni berilaveradi. Beraverasiz-a? Aha. Necha oygacha qilib beramiz? 3 yilgacha berilaveradi, egalari tanish. Mana tabletka. Nechtalik bo'lardi bunda? 48 talik. 48 talik. Aha. Kattarog'i ham tushaveradi bunga. Tushaveradi. Masalan 61 talikmi? Xo'p, 48 talik. Bitta zapravka bilan 500 atrofida yurib beraveradi bu. 400-500 yuradi. 400-500 atrofida. Nech pul deyapsiz narxini? Unda aka 14800 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. 14800. Nech pulda bozor? 14 da ko'rdim. Kraskasi toza, petnoretovkasi ham yo'q. Aha. 14 mingga bermadingizmi? 14. Kelishtiraylik. 14 ham qimmat hozirgi paytda. Aka buni batareyani yuzamizmi? Naqdiga. 13,5 ga beriladi. 13,5 ga. Yo'q, 13,5 emas, 14,5 ga. 4,5 ming premierlar ham hozir 14,5. Yo'q, naqd pulga 14 ga berilmadi aka. Telefon qilishaversin jon uka. Barter ham qilinaveradi. Barter hamma yo'q. Biz obunachilarimizni quruq qo'l bilan qaytarmasangiz bo'ldi. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, mashinani ko'ringlar, ustida savdolashaveramiz. Xudo xolasa, maylan 13,5 mingni men 14 ming meni оформленияsiga o'tib bergan bo'lasiz. Telefon qilishaversin-a? Baragasiz bersin. Aka 14,5 ga bo'lsa gaplashaveramiz. Savdo qilinaveradi aka. Ha, Redline sizlardanmi? Aha. Nima parlanib qoldi Faras? Optikasi o'sha parlaydigan pop. Ha. Bunimizdan 24. Kraskalar toza, propanlar va polni shumka bo'lgan. Mana injektor propan. Bu toza Redline-a? Aha. 7-paytda. 7-paytda. Balonlarning holati yaxshi. Krugovoy tonirovkalar. 14 ham so'rayapsiz. 24. 59 mi yurdimi bu? Aha. Mana. Kraskalar toza. 12 ta eng fulli. Do'stlar. Koja salon, lyukli, multirul, monitor, avtomat. Hop. Zadniy kameralari hamma funksiyalari ishlaydi. Bor. Chiqim yo'q-a mashinani. 12 ta eng fulli. Petnoretovkasi ham yo'qmi? Ha, toza. Tabletka propan qo'yilganmi? Aha, tabletka propan. Bitta bagajni ham ko'rsataylik, qanaqa ekan? Kapsulalidanmi? Ha, mana. Bu endi qancha yurib beradi to'lib bitta zapravka bilan? Hali o'lchamadi, lekin bilmaganlarga bir ko'p yuradi. 12 ta rasxotkami? Qancha aka yurib beradi bitta zapravka bilan? 65 talikmi? 65 talik, 800 dan o'tadi. 800 atrofida. Shahar ichi bir 650-600 atrofida yurib bersa kerak. Mes xadovoy bo'lgan. Polni shumka, propan hamma. Mes xadovoy bo'lgan deyishyapti. 100% shumka qilingan. Aha. 2024 yili. 24. Narx qancha buni? 14 ham so'rayapmiz aka. Kelishtiring, Trackerning narxini aytmang, jon uka. Buni aka batareyani 14 ga beramiz. Hech pulga bermadingiz o'zi, savdo bo'ldimi? Bozor ham tugayapti. 700 ko'rgan aka. Unda 700 ga yo'q. 14 ga bo'lsa bitiramiz. Bermaganingizga 100 boraylik, mayli. 13,5 ming, 13 ming ham demani. 14 ga bo'lsa bizniki tirikchilikda aka. Ozgina foydalanamiz. Xudo xolasa telefon qilishaversin bo'shatishga. Bilasiz, manikilarni narx qilib beramiz. Manikilarni faqat naqd pulga oladi. Ham arzonni qidirib yurishadi-da, o'shaning uchun bozordan arzon qilib bersangiz olib ketishadi, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar aka. Ismingiz nima edi? Bostixon. Bostixon ukamizga telefon qilaveringlar, behijolat narxini arzonroq qilib beriladi. Ano Kurgovoy tonirovkasiga ruxsati ham bormi yoki aygachami? O'zi 1 oycha qoldi, o'zi tugay deb qoldi. Yaxshi. Barter ham qilaveramiz-a? Barterlar bor. Endi ko'pillarni ham ko'rsataylik. Pul yengilroq. 2020. Ha. Kraskalar bu avtomat-a? Avtomat.
Diskalari ham, balonlari ham mana radnoy ekan. Ha, zavodskiyda. Xo'p, qancha yurdi bu? Metallari bor. 135 ming yurgan. 135 ming yurgan. Metan gaz baloni bor. Bari Kraskasi bor. toza. Pednoretovkasi ham yo'q-a? Yo'q. Saloni ham cho'tki turibdi onda. Yurgani halol-a? So'rayapmiz. Probela halol aka. O'zingiz serishtirib olasizlar, to'g'rimi? Sizlar ham endi Biz ham ko'rsatib olamiz. begonalardan sotib olasizlar. O'shaning uchun Shunaqa aka. probegi to'g'risi ko'pchilik qaytarib qo'yyapti-da. O'shaning Pulini uchun berishdan oldin polni ko'rsatib olinadi. javob-a? Aha. Buni ham bitta bagajni ko'rsatib Bo'ldi. beraylik. Nimalari bor? Zapaska baloni bormi, yo'qmi? Buning narxini qancha qilib beramiz? Aka 10200 dan aytyapmiz. Mana polilari qo'shimchasiga berib yuborasizmi? 3D polilar, aha. Ha? Bonusiga Aha. berib yuborasizmi? Birga ketadi. Mana. Mana yerda 190 talik metan. Zapaska baloni ham bor-a? Bor. Yurishlargacha. Bor. 20 yil to'g'ri. Orqa bagaji faqat orqasi shunga qilinganmi? Orqa Ha, bagaji? kirishkasi. Aha. Hech pul bermadilar. Buni aka hali jazma qilishgan yo'q. Hech pul berib yuboramiz. Baland narx aytganingiz uchun realnikidan chiqmaydi. 10200 dan aytiladi aka. So'raydigan narx ayting. Xaridor qochirmaydigan. 97 ga beramiz bo'ladigan. 900 yurgizaylik. Yo'q aka, Qaragasini 97 bersin. ga Hozir bo'lsa, to'g'ri gapda Midnight'larda ham yurmaganni 25 2025 da chiqqan Midnight Cobalt'ni 12300 ga sotaman turibdi akamiz. Sotalmayapti o'sha narxga. O'shaning uchun bunga bitta yo'lda qilib aytib borasiz. 97 Hozir ga. Cobalt'larni yangilangan versiyasi ketdi. Bular endi eskilangan style qaysa-ku. Shunaqa. O'shaning uchun bularga talab ancha kamaydi. Hamma yangicha vipiskasini olgisi kelyapti. Ozgina qo'ysam yangisini olganim yaxshi deydi. Pulni yengilroq so'rading. Ham komfortliroq bunga nisbatan. Telefon qilishaversin, xudo xolasa yo'lda qilib beramiz. Barter ham qilaveramiz. Barterlar bor. Qilaverasizlar do'stlar. Aha. Videoga like bosib qo'yinglar, kanalda yangilar obuna bo'lib qo'ysalaring. Bunimiz Xudo xolasa 2022. bozordan arzonroq mashinalarni topib chiqarib sizlarga taqdim qilyapmiz. Xo'p, Nexus 3 navbatdagisi oq rang 22 yili 2022. avtomatmi bu? Avtomat. Eng fulli. Aha. Kraskalar Balonlari endi toza. O'rtacha ekan holati. O'rtacha. Kraska tozami? Kraskalar Petnosi toza. ham yo'qmi? Yo'q, buni petnosi ham yo'q. Kraskalar toza. Qancha yurib qo'ydi bu? 156 yurgan. Polichi Shu hol qo'l bar qo'yilgan. hamma yangi qilingan. Yangi deb turibdi. Xo'p. Avtomat korobka, chiqimi yo'q. Benzin. Mana. Qancha yurgandingiz? 156 aka. Polichi hol barlari yangi Bu ham yurgani qilingan. halol-a? Halol aka, va ashkalarni ham qilib qo'yilgan. O, apishkalari ham ana. O'sha 450 da. Zo'r ekan holat. Shumka qilinmagan-a? Yo'q, shumkalar. Gaz qo'yilmaganmi? Benzinda yurgan aka. Shu paytgacha benzinda. Aha. Yaspas qo'yilmagan. Narxi qancha buni? Buni aka Qancha qilib beramiz? bo'ladigan nech pul qilib beramiz? Yo'lda qilib aytinglar endi bir. Pulini yengilroq qilib aytsa, tezroq sotiladi xudo xolasa. Qizcha mashina yaxshi. Shustri Nexus. Aka naqd pulga bo'lsa 9.5 ga beramiz, qo'l bo'shatishga. Bizniki ham tirikchilikdan ozgina foydalanamiz. 8.5 atrofida aytarmikansiz? Yo'q aka, o'zimizdan 9 tepasida olganmiz, to'g'risi. Telefon qilishaversin, yo'lda qilib berasiz. Kelishda beramiz aka. Siz arzon purish deb syomka qilyapsiz mashinalaringiz, to'g'riga. O'shaning uchun Imkon qadar aka chiroyli qilib bitirib bozordan arzon beramiz. qilib ayting, olib ketsa xursand bo'ladi. Mana Chunki hozir bitta xaridor mashina olmoqchi bo'lsa, polni narxlarni analiz qilib, bilib narxini keyin xarid qilyapti. O'shaning uchun qimmat aytib qo'ymaydi. Buni qanaqa ma'lumotlari? yo'q, buni o'z bizdan emas. Sizlardan Bizda shu emasmi? to'rov. Sizlar xolosmi? Aha. Inomarkalar ham olib chiqyapsizlarmi bozorga? Yo'q, bizda faqat GM. Hozir eng ko'p sotayotgan mashinalarning qaysi model bo'lyapti? Nexus 3 Cobalt, Onyx Talab. shular. Nexus 3 ga hozir. Asosiysi Nexus 3 Cobalt. Nexus, Nexus bilan Cobalt. Gentra. Qolgan mashinalar sekinroq ketyapti. Shunaqa. Bularga nisbatan. Yaxshi. O'shaning uchun narxini qimmat aytyapman-da. Yo'q. Buni aka imkon qadar o'zi bunga 10 ming aytdilar. Ha. 9.5 ga bitiramiz Hamma endi. obunachilarimga shunaqa beryapti. Shunaqa. Ya'ni aka. telefon qilishaversin, naqd pul bilan kelganga har Ha, biriga imkon qadar ishlarni bitirib beramiz. beradilar. Telefon nomeringizni aytib bering. 91 201 9505. Aloqa chiqarasizlar. Xo'p, bozordan tashqari mashinalar qayerda ko'rish mumkin? Qo'qondami? Qo'qonda yoyilmada ofisimiz bor. Aloqa chiqarasizlar do'stlar. Lokatsiyasini tashlab berishadi, esli. Aha. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin.
Kia K8 do'stlar arzonrog'i chiqib qoldi. Farg'ona mashina bozorida obzor qilyapman. 2023-yilda ishlab chiqarilgan eng fulli. Hop, Kia K8 64 ming yurgan. 4 ta balon yangi qo'yilgan, yumshoq balon. Krugovoy tonirovkasiga ruxsati bor. Hop, saloni ideal bo'lib turibdi. Hech qanday nuqsoni yo'q. Benzin holatda. Mana evakuator polilari bor. Panoramli tom, bu ochiladigandan panoramasi. Premium klassdagi avtomobillardan hisoblanadi akalar. Videoga like bosib qo'ysalaring, xudo xolasa sizlarga ham nasib qiladi. Narxini nech pul deb o'ylaysizlar? Bu bozor oldim, 7,5 ming yurganni 43,5 mingga qo'ydim. Bunisini nech pulga qo'ysak bo'ladi do'stlar? Kommentariyaga yozinglar oldindan mana. Zapaska baloni ham pechat bo'lib turibdi. 35 ming dollar deyishadi do'stlar, sizlar uchun 34 ming ko'ndirib qo'ydim. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz, realnikini aloqaga chiqisham xudo xolasa. Ayting nomeringizni. 94 056 38 38 94 056 38 38 ga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, barter ham qilaveramiz. 34 ming dollarga kirib bosib o'radigan joyi. Sog' bo'ling, bozorlaringiz. Tex pasportdan 22, kuzovi ham 22, Nexus 3 qora rangini sotuvdi akalar. Kraskasi tozami buni? Kraska toza, karnizda ozgina petno bor. Qaysi tarafida? Mana shu. Mana bu yerda karnizdash past. ozgina petnosi bor, qolgan joyi toza absolyutno. Xudo xolasa. Qancha yurdi bu mashina? 124 ming yurdi. Ana saloni ham cho'tki holatda turibdi. Avtomat korobka, test monitor. Hop. Qo'lni shumka bo'lgan tomigacha. Shumkalar ham qilingan. Ancha mehnat qilib qo'yilgan ekan, mashinaga ancha rasxod ham qilib qo'yilgan. Mana. Hech qanaqa rasxodi yo'q. Yo, pakaleni propallari bor. Propanent ko'rilishi. Tabletga qo'yilganmi aka? Tabletga qo'yilgan. Mana. Bu bagaj ham og'irib ketibdi ona. Haqiqatan ham shunga qilingan bilinib turibdi. Zadniy kameralari ham ishlaydi. Mana. Tayyor, olasizlar, haydaysizlar. Xudo xolasa chiqib yo'q. To'rtta yangi balon, oldilar bo'ylar sonsizlashda bo'lgan. Ana. Quyoshli kunlar yaqinlashib kelyapti do'stlar. Aynan shu narsa ish beradi sizlarga. Sonsizlashda aka nechta yopishtirib berishyapti? Xabaringiz yo'qmi? Yo'q. Hozir shu narsaga talab oshib boradi. Yaqinda quyoshli kunlar boshlanyapti. Shuning uchun to'rtta balonlar ham yangi qo'yilgan ekan. Qanchaga beraveramiz aka? Realniy obunachilarimizga. 9800 deyapmiz. Endi ozmoz o'tib beramiz, ko'p bas. Necha pulga aka? Bermadingiz. Bermagandan biz bo'ldimi? Yani so'rab turishibdi. 15 diyor aka. Siz yo'lda qilaylik. Xudo xolasa aka, ro'za kuni bir skitka qilib yuboraylik. Olib maza qilib haydassin. Bo'ldi, telefon qilishaversinmi bo'lmasa? Gaplashaveramiz. Telefon qilaverlar akalar, xudo xolasa narxini arzonroq qilib beradilar. Barter ham qilaveramiz. Barter ham bor. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91lik 127 1450. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Nexus 3 ham ideal ekan, menga yoqdi. Olasizlar, haydaysizlar. Hech qanaqa rasxodi yo'q. Inomarka ishqibozlari ekranga yaqinroq o'tirib olamiz. Hozirgi ko'rsatadigan avtomobilimiz Haval Jolion. Farg'onada ham ancha ko'payib qoldi ushbu modeldagi avtomobillar. Bu birinchi pozitsiyasi. Mana 2024 ekan yili zapaska balonlari ham tushmagan, pechat bo'lib turibdi. Hop. Birinchi pozitsiya saloni. Mana material. Koja bo'lmaydi. Lekin ideal holatda bo'lib turibdi. 28 ming yurgan. Aka kraskasi absolyutno toza. Petnoratovkasi ham yo'q, Petnoratovkasi ham yo'q. Cho'tki ekan holat. Yurishlari ham zo'rmi aka? Hadavoylari ham zo'r. Cho'tki. Generalni ham qilib berilaveradimi? Qilib berilaveradi. Necha oygacha? 1 yilmi, 2 yilmi qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Xo'p, aka narxini qancha qilib beramiz buni? Biz realniy klientlarimiz. Oxiri 18,5 ga beramiz. 18,5 mingga beraveradi. Oxiri. Avtosalonda hozirgi momentda 23 ming dollardan atrofida sotilyapti. Shunaqa birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasi 280 million bo'lyapti. 280 million. O'zlaring xohlasalar hozir pulga kalkulyatorga tushib
hisoblab ko'rishlaring mumkin. Ancha vyigidnasiga olishlaring mumkin shu mashinani. 28 ming yurgan, ko'p yurmagan. Hop, bu o'zi mashina hech qanaqa rasxod yo'q. Yaxshi chiqqanmi? Kim haydab yurgan bo'lsa kommentariyaga yozinglar, Haval avtomobili. Qanaqa mashina o'zi? Hadovoylari qanaqa? Bu haqida to'g'risi men ma'lumotga ega emasman. Barter ham qilaveramiz. Barter ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Tushunarli. Xo'p, Jetaur ham sizlardan? Bizdan Jetaur. Jetaur, assalomu aka. Sizni charchamayapsizmi? Ishlayapman ro'zalar bilan aka. Degan hozir obzor qilib beraylik-da, mana shu mashinalarni ko'rsatib beraylik. X95 Jetaur bu 7 o'rindiqli eng full bo'lsa kerak aka. Eng fulli, ha. Mana. Koja salon. Sasena soma cho'tki ekan. Bu mashinamizni qaranglar mana. Barini qaranglar. Kattagina. Abduf Abagrev Star Stop Multi-Rule, Climate Control, Dual Zone, Cruise Control, hamma narsalari bor. Faqat to'g'ri foydalanishni bilsalaring bo'ldi. 7 o'rindiqli cho'tki holatda. Mana. Buni kraskasi aka Mashidada mana petnosi bor. Mana shu orqa bagajida petnosi bor ekan mana. Mana shu orqa qismida petnosi bor. Mashidada mana petnosi bor. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Necha pul beramiz bu mashinani? Buni 23 mingdan ozgina o'tib beramiz. Yurgani qancha bu? 51 ming bo'ldi. 23 yili 2023 51 ming yurgani halol. Halol yurgan. Qanchaga bermadilar? O'zi bozor savdo tugayapti. Bo'lganmi birorta xaridor? Har xil endi qilib ketishyapti buni. 22 ga berishmadi. 22 ming dollarga bermaganlaringizni yurgizib yuboraylik mana. Ro'zani kunida. Unga Skidkasi bilan olib maza qilib foydalanamiz. unga qo'shilsa xudo xolasa beramiz. Ideal bo'lgan dedi, men unisini hisobga olib aytaman. Bo'ldi aka, boraman. Qora. Bo'ldi aka, xudo xolasa uni obzor qilib beramiz. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar, narx bilan kelishsa, xudo xolasa chiroyli qilib narxini arzon qilib beramiz. Kelishaversin. Mana Cherry'dan ko'rsatib yuboraylik aka. Bo'ldi? Cherry 7 Pro'si. 25 ming yurgan, ash kapotida petnochasi bor. Mana endi. Mana shu kapotida mana shunday petnochasi bor. Hop, qolgan joyi toza. Toza, gaz qo'yilmagan, benzin holatda. Benzin holatda. Mana. Bu eng full bu ham aka. Ha, eng fulli. Mana. Pro Max panoramasi boridan. Panoramasi bor, pamять sideniyasi bor, koja salon. Spust rejimi ham bor bu mashinada. 360 gradus kamerasi ham bor, multi-rule. Climate control, двухзонный, Abduf Abagrev. Displey ham qaranglar mana ikkitadan displey. Bu 5 o'rindiqli, 8 o'rindiqli, faqat 8 Pro'larda chiqqan. Mana. Lekin mashina ham olib haydasa bo'ladigan. Zerkullarni olib haydasalaring bo'laveradi xullas. Hadovoyi lekin bu darajada yumshoq emas. No, haydasa bo'lar bo'lmaydi. Buni aka nechta qilib beramiz realniy obunachilarimizga? Buni 22 mingdan ozgina o'tib beramiz. 22 ming kami bor deyapsiz. Ozgina o'tib beramiz. Qanchaga bermadingiz? Bermagan narxingiz bo'ldimi aka? Nima qilaylik? Buni o'zgartiraylik. Realligini. Chiqmadimi? 22,5 ga beramiz. 22,5 ga bo'lsa beramiz. Bo'lish. Shunaqa? Bo'lish. Telefon qilaverasizlar, o'zlaring kelishib olishaveradi, xudo xolasa. Xaridorlar bilan o'zlaring kelishib olaverasizlar. Bo'ldi, telefon qilib. Yana bor mashinalar qo'yilmagan? Yo'q, bo'ldi. Nargichi Jeepga o'xshagan, Jetaur. Uni qo'ydilar shekilli, ya. Sotilmaganmi hali? Yo'q. Mana ham ko'rsatib yuboraylik. O'tgan bozor qo'yuvdik. Mana sotilmayapti. Shu mashinani bir oldini ochib yuboraylik mana. Balki ro'za kuni sotilib ketar. Bo'ldi, qo'yib yuboravering. Bu yurgani kamida adashmasam, mana. Mana uni ichida aka, mana. Bu prosta zapaskasi ichidami aka? Men prosta chiroy uchun qo'yilgan deb o'ylabman. Mana. Bekiq akana, endi ochaman. Ochiq. Mana. Ko'ringlar. Oldingi Jeeplar shunaqa holatda chiqqan, bagaj xuddi shunaqa ochiladi. O'shalardan nima qilingan, adashmasam, dizayn olingan. Lekin parktroniklar bilan jihozlangan. Bu eng full, eng full 2 turbinali ham bor. Jetaurda T-netisi bu? T2. T2.
Podnoshkalar zavodga chiqqanmi? Zavodskiy podnoshkalar. Qo'shimcha navorot qilinmagan. Bu polniy привидli. Polniy birovni plyonka bo'lgan bu. Tonirovkaga ruxsati bor. Koja salon. Yurgani 7500. 7500 bo'ldi yurgani. Navorotlarni qaranglar do'stlar. Aytirishni boshqarasizlar. Lo'ragan holati. 5 o'rindiqli. Sidinalari ham yangidek bo'lib turibdi ko'jalari. Kraskasi absolutno toza. Toza, kraskasi toza. Buni nechib qilib beramiz realniy obunachilarimizga? Buni 35 mingdan o'tib beramiz ozgina. 35 ming. Avtosalonda hozir sotuvda bor. Aynan shu. Bor. 512 million hozir. 512 million. Eng puli bu. Dollarga qancha bo'lyapti примерно? Xo'p, dollarga Kalkulyatorda hisoblab o'zlaringiz do'stlar yozib yuborlar kommentariyaga. Qancha arzon aytilyapti avtosalondan. To'g'ri 7,5 ming yurgan, lekin menimcha ancha zararga berilyapti, to'g'rimi aka? Telefon qilaverasizlar, arzonroq qilib beriladi. O'zi qanchaga berilmadi bu? 33 mingga bermadik. 33 mingga bering endi mana bu safar. Qo'shilsa, Xudo xolasa ustiga beramiz. Hayit kuni berar ekansiz, bo'lmasam, Xudo xolasa. Aka, Xudo xolasa xayrli qilamiz. Telefon qilaverasizlar akalar. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz. 99 632 0708. Aloqa chiqaringlar akalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqarmanglar. Do'stlar, mana ochsalaring, mana bu yerdan zaryadlanadigan joyi bor ekan. Ko'chalardan bosalaring. Faqat zapravkalarda shu yerdan zapravka qilar ekan. Faqat tok. Gibrid qilsangiz bo'ladi. Bu 100% elektromobil. Bitta zaryad bilan aka hozirgi momentda qancha yurib beryapti mashina? 300 yuradi bemalol. 300 kilometr. Yuradi. Yili necha buni? 2022. Aha. Qancha probeg bo'ldi? 80 ming bo'ldi. 80 ming. Chevrolet diskalar qo'yilgan ekan-a? Balonlari ham yangidek. Koja salon. To'rtta balon yangi, eshiklar shumka bo'lgan, to'rala eshik. Rol qo'yilgan. U sistemasini to'g'rilashgan, rolda qo'lda multimedia boshqaradigan qilib ishlaydi hamma. Ishlaydi. Monitor ham qo'yilgan ekan. Konditsioner nima pechka zo'r bularda. Lyuksiz, faqat atak saloni komfort ekan. Keng. Ha, haqiqatan ham saloni juda ham keng ekan mana. Joyida qaranglar. Здоровый akaxonlar ham bemalol sig'ishib ketishaverar ekan orqaga o'tirib. Xo'p. Buni Arqa hajm. Parktroniklari ham bor. Zaryadchilar original aka, o'ziniki. Olib keltirganman buni. 3 kilovatlimi bu? 3 kilovatli 6 soatda to'ldiradi. 6 soatda. 6,5 soat. Mana. Zapaska baloni bor ekan bunda. Elektromobillarda ko'pida zapaska balon bo'lmaydi-da. Buni to'liq nomi qanaqa aka? Bu logotip to'rt Sino Gold. Sino Gold nomi. Sino Gold. Ha. Xo'p, nechta so'rayapsiz bu mashinaga? 9,5 ga bermadim ergacha. 11 ming so'rayapman men o'zim. Ha. 9,5 qilib ketishdi, bermadim. Bermaganingizga yurgizib yuboraylik aka naqdiga. Endi ular nasiya qilgandir-da sizga. To'xtaladigan narxi bor aka, ochiqcha. 10,200 ga to'xtaladi oxiri. 10,200. Adavoylarida hech qanaqa rasxodi yo'q. Nimasi yo'q. Chutki. Buni Bu joyi ham bor o'zini 12 voltalik 100 minggacha javob ana hadovoyga degan. Ha. Avtosalonni o'zi yog'larigacha naqalarigacha alishtirib qo'yilgan. JT nima deydi buni yog'ini? Motornimi? Yo'q, gip o'zini. Antifrizni aytyapsiz? Antifriz bilan bitta yog'i bo'lar ekan-ku. Ha. Reduktor yog'i. Reduktor yog'i. Ulargacha alishtirib qo'yilgan. Tushunarli. Yangilikda qanchaga olingan bu? 17,5 ming bo'lgan o'zi. Birinchi chiqqan mashina. 17,5 mingga olib haydab, ama ancha yurib beribdi, malades. Hozir ham 300 km yurar ekan bu so'ragan. Javob probegiga. Javob probegiga. Bemalol. Bitta zaryadlislar bemalol 300 kilometrcha shahar ichida yursa bo'laverar ekan. Barter ham qilaveramiz. Qilinaveradi aka. Xo'p, yonda ham sizlardik. Bizdan aka bu ham. Yo'l tanlamas avtomobillarga o'xshar ekan. Kuzupi oilaviy aka, 7 o'rindiqli. Buni to'liq modeli qanaqa aka? To'liq o'rni qanaqa edi buni? Svem 03. Yili nechi buni aka? Balonlari ham 2024 aka yili. Aha. 2024. Eng pulimi bu? 2024 44 ming yurgan kraska toza. 4-pakalina propallari bor.
Xo'p, 40 ta propan bilan 800 kilometr yo'l yuradi aka. Yurib beryapti. Ha, 805 litr Tiko xullas. Polni prividlimi aka yo faqat oldi tortadimi? Faqat oldi. Faqat oldi. Faqat oldi. Turbina motormi bunda? Turbina motor 3 xil rejimda: Eco, Normal, Sport. Mana. Haqiqatan ham mashina komfort ekan. Variant. Koja salon. 7 o'rindiqli kapitanskiy sidinalari bor ekan. Evakor polilari bor. Hop, start stop knopka, multimedia. Mana yerda полностью komfort ekan mashina. Tablosi ham displeyli ekan. Mana. Hozir motorni ham ochib ko'rsatamiz sizlarga. Hop. Bu ko'rinishidan bahaybat mashinaga o'xshaydi, lekin Kalasida ham kredit yo'q, taqiq-paqiq yo'q. Bagajni ochaylik aka. Bitta knopkasi. Aytdimi? Mana. Qattiq mashinasi bu. Shetda aka, Farg'onani mashinasi aka. Propan. Propan. 700 bemalol yuradi aka, shahar ichi. Shahar ichi. Motori nechili? Hoji motori nechilikdi buni? Motori nechilikdi buni? Motori nechilikdi? Nechili motor aka? 1.2 turbinami? Adashmasam 1.2 bo'ladi aka. Kichkina ekan nimasi? 1.2 bo'ladi. Gibrid rasxodi kam ekan. Gibrid kam mashina, oilaviy aka bu. Gibrid ekan. Zaryadlanib turish kerakmi aka? Yo'q, o'zini o'zi zaryad qiladi. O'zini zaryad qilaveradi. 50 gacha o'zini o'zi zaryad qilib 50 tezlikda yuraveradi. Gibridlarga propan qo'ysa ham bo'laverganda. Mana hozir yuribdi, Xudoga shukr. Zo'r ekan. Qancha qilib beramiz endi narxini? Aka bo'ladigani 16200 ga beraveramiz. 16200 cha kelishdi, necha pul qilishdi o'zi? Qilishyapti aka senga. Hadavolar zo'rmi, yumshoqmi? Yo'q, cho't yumshoq, zo'r. Bermagan narxingiz bo'ldimi aka? O'shanga qarab aloqa chiqishadi, hisobini chiqarib. 15800 ga bermadi. Bermadilar, 15800 ga. Yangisi necha sotilyapti o'zi avtosalonda? 19,5. 19,5. 19,5. Yurgan necha dedingiz? 44 ming. 44 ming yurgan. Hech qanaqa kulish tegmagan. Hamma yo'q radnoy holatda. Radnoy holatda cho'tga turibdi. Telefon nomeringizni aytsalar aka. 94 94 3'te 8 94 3'te 8 239 ekan. Ismingiz nima aka? Shahzod. Shahzod akamga aloqa chiqib ko'rasizlar. Bemalol, xudo xohlasa narxlarni arzonroq qilib berasiz aka. Narx bilan kelaveringlar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Farg'ona mashina bozoridan video obzorni boshladik. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yamiz. Xo'p, Tracker 2 ni obzorini boshladik. Black Piano qilingan LS. Qarshilab turgan 2024 mi yili? 23 mi? 24 aka. 24. Kraskasi qanaqa? Kraskalar toza. Petnoretovkalari ham yo'q. Yo'q. Mikrofonni qo'lingizga ushlab olsangiz, yaqin qilib olsangiz shirillab boradi-da, o'shaning uchun qo'lingizga ushlab olganingiz ma'qul. Balonlari yangi qo'yilgan, yumshoq balonlar. Podnoshkasi bor. Petnoretovkalari ham yo'q. Yo'q, kraskalar toza. 24 mi yurdimi bu? 27 ming. 27 ming. Propan qo'yilgan ekan-a? Ha, italyanskiy propan. Mana. 4 ta balon, Black Piano, podnoshka hamma yoq qilingan. Buni material ekan, sidinalari lyuksiz. Hop. Lekin sostoyaniyasi cho'tki bo'lib turibdi. Qattiq mashinasi bular. Toshkentdagi aka. Toshkentda mashinasi. Generalni berilaveradi. Beraverasiz-a? Aha. Necha oygacha qilib beramiz? 3 yilgacha berilaveradi, egalari tanish. Mana, tabletka. Nechtalik bo'lardi bunda? 48 talik. 48 talik. Aha. Kattarog'i ham tushaveradi bunga. Tushaveradi. 61 talikmi? Xo'p, 48 talik. Bitta zapravka bilan 500 atrofida yurib beraveradi bu. 400-500 yuradi. 400-500 atrofida. Nech pul deyapmiz narxini? Undan aka 14800 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. 14800. Nech pulda bozor? 14 da ko'rdim. Kraskasi toza, Toza. petnoretovkasi ham yo'q. Aha. 14 mingga bermadingizmi? 14. Kelishtiraylik. 14 ham qimmat hozirgi paytda. Aka buni batareyani yuzamizmi? Naqdiga. 13,5 ga beriladi. 13,5 ga. Yo'q, 13,5 emas, 14,5 ga. 4,5 ming premierlar ham hozir 14,5. Yo'q, naqd pulga 14 ga berilmadi aka. Telefon qilishaversin jonika. Barter ham qilinaveradi. Barter hamma yo'q bor. Biz obunachilarimizni
quruq qo'l bilan qaytarmasangiz bo'ldi. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, mashinani ko'ringlar, ustida savdolashaveramiz. Xudo xolasa, mayli 13,5 mingni man 14 ming mana оформленияsiga o'tib bergan bo'lasiz. Telefon qilishaversin, ha? Baragasi Aka bersin. shu 14,5 mingga bo'lsa Gaplashaveramiz. savdo qilinaveradi aka. Ha, Redline sizlardanmi? Aha. Nima parlanib qoldi Faraz? Optikasi o'sha parlaydigan pop. Ha. Bunimizdan 24. Kraskalar toza, propanlar va polni shumka bo'lgan. Mana injektor propan. Bu toza Redline, ha? Aha. 7-paytda. 7-paytda. Balonlarning holati yaxshi. Krugovoy Bunga tonirovkalar. 14 ham so'rayapmiz. 24. 59 mi yurdimi bu? Aha. Mana. Kraskalar toza. 12 eng fulli. Do'stlar. Koja salon, lyukli, multirul, monitor, avtomat. Hop. Zadniy kameralari hamma funksiyalari ishlaydi. Bor. Chiqim yo'q ha mashinani. 12 eng fulli. Petmo'tkasi ham yo'qmi? Ha, toza. Tabletga propan qo'yilganmi? Aha, tabletga propan. Bitta bagajni ham ko'rsataylik, qanaqa ekan. Kapsulalidanmi? Ha mana. Bu endi qancha yurib beradi to'lib bitta zapravka bilan? Hali o'lchamadi lekin Bilmaganlarga bir ko'p yuradi. 12 ta sotganmi? Qancha aka yurib beradi bitta zapravka bilan? 65 talikmi? 65 ta 800 dan o'tadi. 800 atrofida. Shahar ichi bir 650 atrofida yurib bersa kerak. Mes hadovoy bo'lgan. Polni shumka, propan hamma. Mers hadovoy bo'lgan deyishyapti. 100% shumka qilingan. Aha. 2024 yili. 24. Narxi qancha buni? 14 ham so'rayapmiz aka. Kelishtiring, trekerning narxini aytmang, jon uka. Buni aka bitta degani 14 ga beramiz. Hech pulga bermadingiz o'zi, savdo bo'ldimi? Bozor ham tugayapti. 700 ko'rgan aka. Unda 700 ga yo'q. 14 ga bo'lsa bitiramiz. Bermaganingizga 100 boraylik, mayli. 13,5 ming, 13 ming ham demani. 14 ga Eng bo'lsa patalonilar. bizniki tirikchilikda aka. Ha. Ozgina foydalanib. Xudo xolasa telefon qilishaversan, bo'shatishga. Bilasiz, Sovg'a manikilarni narx qilib beramiz. manikilarni faqat naqd pulga oladi. Ham arzonni qidirib yurishadi-da, o'shaning uchun Bo'ldi. bozordan arzon qilib bersangiz olib ketishadi, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz aka. Ismingiz nima edi? Bostixon. Bostixon ukamizga telefon qilaveringlar, behijolat narxini arzonroq qilib beriladi. Ana Kurgovoy tonirovkasiga ruxsati ham bormi yoki aygachami? O'zi bir oycha qoldi, o'zi tugay deb qoldi. Yaxshi. Barter ham qilaveramiz, a? Barterlar bor. Endi ko'pillarni ham ko'rsataylik. Pul yengilroq. 2020. Ha. Kraskalar Bu toza. avtomat, a? Avtomat. Diskalari ham, balonlari ham mana radnoy ekan. Ha, zavodskiyda. Xo'p, qancha yurdi bu? Metallari bor. 135 ming yurgan. 135 ming yurgan. Metan gaz baloni bor. Bari Kraskasi bor. toza. Pednoretovkasi ham yo'q-a? Yo'q. Saloni ham cho'tib turibdi uni. Yurgani halol, a? So'rayapmiz. Probela halol aka. O'zingiz serishtirib olasizlar, to'g'rimi? Sizlar ham endi Biz ham ko'rsatib olamiz. begonalardan sotib olasizlar. O'shaning uchun Shunaqa aka. probegi to'g'risi ko'pchilik qaytarib qo'yyapti-da. O'shaning Pulini uchun berishdan oldin polni ko'rsatib olinadi. javob, a? Aha. Buni ham bitta bagajni ko'rsatib Bo'ldi. qo'yaylik. Nimalari bor? Zapaska baloni bormi, yo'qmi? Buni narxini qancha qilib beramiz? Aka 10200 dan aytyapmiz. Mana polilari qo'shimchasiga berib yuborasizmi? 3D polilar, aha. Ha? Bonusiga Aha. berib yuborasizmi? Birga ketadi. Mana. Mana yerda 190 talik metan. Zapaska baloni ham bor-a? Bor. Yurishlargacha. Bor. 20 yil to'g'ri. Orqa bagaji faqat orqasi shunga qilinganmi? Orqa Mana bagaji? kirishkasi. Aha. Hech pul bermadilar. Buni aka hali jazma qilishgan yo'q. Hech pul berib yuboramiz. Baland narx aytganingiz uchun realnikidan chiqmaydi. 10200 dan aytiladi aka. So'raydigan narx ayting. Xaridor qochirmaydigan. 97 ga beramiz bo'ladigan. 9 yurgizaylik. Yo'q aka, Qaragasini 97 bersin. ga bo'lsa, To'g'ri gapda Midnight'larda ham yurmaganni 2025 da chiqqan Midnight Cobalt'ni 12300 ga sotaman turibdi akamiz. Sotalmayapti o'sha narxga. O'shaning uchun bunga bitta yo'lda qilib aytib borasiz. 97 Hozir ga. Cobalt'larning yangilangan versiyasi ketdi. Bular endi eskilangan style qaysa-ku. Shunaqa. O'shaning uchun bularga talab ancha kamaydi. Hamma yangicha vipiskasini olgisi kelyapti. Ozgina qo'ysam yangisini olganim yaxshi deyapti. Pulni yengilroq so'raydi. Ham komfortliroq bunga nisbatan. Telefon qilishaversin, xudo xolasa yo'lda qilib beramiz.
Barter ham qilaveramiz. Barterlar bor. Qilaverasizlar do'stlar. Aha. Videoga like bosib qo'yinglar, kanalda yangilar obuna bo'lib qo'ysalaring. Bunimiz Xudo xohlasa 2022. Bozordan arzonroq mashinalarni topib chiqarib sizlarga taqdim qilyapmiz. Xo'p, Nexus 3 navbatdagisi oq rang 22 yili 2022. avtomatmi bu? Avtomat. Eng fulli. Aha. Kraskalar Balonlari endi toza. O'rtacha ekan holati. O'rtacha. Kraska tozami? Kraskalar Petnosi toza. ham yo'qmi? Yo'q, buni petnosi ham yo'q. Kraskalar toza. Qancha yurib qo'ydi bu? 156 yurgan. Polichi Shu hol qo'l bar qo'yilgan. hamma yangi qilingan. Yangi deb turibdi. Xo'p. Avtomat korobka, chiqimi yo'q. Benzin. Mana. Qancha yurgandingiz? 156 aka. Polichi hol barlari yangi Bu ham yurgani qilingan. halol, a? Halol aka, va ashkalarni ham qilib qo'yilgan. O, apshkalari ham ana. O'sha 450 da. Zo'r ekan holat. Shumka qilinmagan-a? Yo'q, shumkalar. Gaz qo'yilmaganmi? Benzinda yurgan aka. Shu paytgacha benzinda. Aha. Yaspas qo'yilmagan. Narxi qancha buni? Buni aka Qancha qilib beramiz? bo'ladigan nech pul qilib beramiz? Yo'lda qilib aytinglar endi bir. Pulini yengilroq qilib aytsa, tezroq sotiladi, xudo xolasa. Qizcha mashina yaxshi. Shu sturi Nexus. Aka naqd pulga bo'lsa 9,5 ga beramiz, qo'l bo'shatishga. Bizniki ham tirikchilikdan ozgina foydalanamiz. 8,5 atrofida aytarmikansiz? Yo'q aka, o'zimizdan 9 tepasida olganmiz, to'g'risi. Telefon qilishingizni yo'lda qilib berasiz. Kelishda beramiz aka. Siz arzon purish deb syomka qilyapsiz mashinalaringiz, to'g'riga. O'shaning uchun Imkon qadar aka chiroyli qilib bozordan bitirib arzon beramiz. qilib ayting, olib ketsa xursand bo'ladi. Mana Chunki hozir bitta xaridor mashina olmoqchi bo'lsa, polni narxlarni analiz qilib, bilib narxini keyin xarid qilyapti. O'shaning uchun qimmat aytib bermaydi. Buni qanaqa ma'lumotlari? yo'q, buni o'z bizdan bas. Sizlardan Bizda shu emasmi? to'rov. Sizlar xolosmi? Aha. Inomarkalar ham olib chiqyapsizlarmi bozorga? Yo'q, bizda faqat GM. Hozir eng ko'p sotayotgan mashinalarning qaysi model bo'lyapti? Nexus 3 Cobalt, Talab. Onyx shular. Nexus 3 ga hozir. Asosiysi Nexus 3 Cobalt. Nexus 3, Nexus 3 bilan Cobalt. Qolgan Gentra. mashinalar sekinroq ketyapti. Shunaqa. Bularga nisbatan. Yaxshi. O'shaning uchun narxini qimmat aytyapman-da. Yo'q. Buni aka imkon qadar o'zi bunga 10 ming aytdilar. Ha. 9,5 ga bitiramiz Mana endi. obunachilarimga shunaqa beryapti. Shunaqa. Ya'ni aka. telefon qilish o'rniga naqd pul bilan kelganga har Ha, biriga imkon qadar ishlarni bitirib beramiz. Telefon nomeringizni aytib bering. 91 201 9505. Aloqa chiqarasizlar. Xo'p, bozordan tashqari mashinalar qayerda ko'rish mumkin? Qo'qondami? Qo'qonda yoyilmada ofisimiz bor. Aloqa chiqarasizlar do'stlar. Lokatsiyasini tashlab berishadi, eslichi. Aha. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Qora Gentra chiqib qoldi sotuvimizga. Lyuklisi eng fulli 4 ta baloni yangi qo'yilibdi. Mana. Pultlari ham bor aka, ishlaydi. Pulti, monitori, 4 yumshoq baloni bor, mashina benzinda aka. Tonirovkalari ham ruxsati bormi? Ruxsat tugadi omma. Bor-a? Ruxsati tugadi omma siroga. Ha, gaygacha. Yaygacha. Yaxshi. Xo'p. Yili nechi buni? 22. 2022 75 ming yurgan toza aka kraskalari. Haqiqatan 75 ming yurgan, test mayin Bular 12700 dan ozgina tushib beramiz. Simya podogreflari ham bor. Sostenance chotki mana. Petnoretovkalari ham yo'q. Yo'q, toza xudo xolasa aka. Narxini qancha qilib beramiz aka? Buni 12700 dan ozgina tushib beramiz aka. 12700 kami bor deyapsiz. Qanchaga bermadingiz? Savdo bo'ldimi? Yo'q, bozor ko'rgan yo'q hali, savdo qilishgan yo'q. 12 dan atrofida ish bitadimi? Yo'q, Naqdiga. yo'q. Telefon qilishaversan-ki, Qilishaversin, gaplashamiz, kelishamiz xudo xolasa. Ha, ish bitkizib borsa bo'ladi. xudo xolasa. Telefon qilaveringlar akalar, mana oq Malibu ham sizlardan aka. Malibu'miz bor aka. Yili nechi buni? 2018 150 ming yurgan 2 turbo aka, polni XL qilingan lekin mashina aka. Ha. Diskalarni ham udarini qo'yilgan ekan. Haqiqatan ham balonlari ham cho'tki holatda turibdi. Bitta tablosi alishmabdi aka. Ha, salonlari sveji holatda aka, urinib ketmagan bu mashina. Cho'tki bo'lib turibdi. 154 ming yurgan. Gaz qo'yilmagan. Yo'q, benzinda o'zida aka. Ana. Motor, korobka, hadovoylari zo'r, xudo xolasa garantiya beraveramiz yurishlariga. Zo'r ekan holat. Hop. Aka buni realni oladigan xaridorga qanchaga berib yuboramiz? Buni aka 17,5 mingdan ozgina tushib beramiz. Ha. Orqalari ham primer qilingan, pastki yubkalariga da qo'yilgan. Olingda pastlarini ham. Mana. Yubkalariga da. Demoqchi bo'lgan tashqi ko'rinishda mashinaning yil eskiligi umuman bilinmaydi aka. Zapasga bo'lmadi. Bu mashina aka vashi zo'r. Eski bo'lsa ham yili. Malibu 2 degan nomi bor baribir.
Hech qanaqa rasxod yo'q, xudo xolasa oladi-yu haydaydi. Kraskasi ham bor aka, ma'lumotini berib o'tib ketding. Oldi Kraskasi qayerda bor ikkita aka? qanot, oldi kapotda bor, ichiga o'tmagan, ustalarga bemalol tekshirtirib olishaveradi. Yaxshi. Qanchaga bermadingiz? Buni bozor tugab savdo bo'lgandir aka? Realni ham dolar. Buni 17 ni pastda so'radi, bermadi. Mo'ljalimiz 17 mingdan balandroqqa aka. Qiziqqanlar bo'lsa, ha, chiqishaversin kelib bemalol. ko'rib, ustalaring bilan kelasizlar, ko'ringlar. 204 motorligi. 204 motorligi metan ham propan ham zo'r tushadi. Mana. Hech qanaqa chiqim yo'q, xudo xolasa. Yo'q, xudo xolasa minsa bo'ldi. Yurishda muammo yo'q. Yo'q. Equinox ham sizdan. Bu ham oq rangli. Equinox'imiz 2021 full head-upligidan aka. 472 millionlikdan. Shunaqami aka? Mana. Head-up display bor. Kurboy tonirovkasi bor ekan. Bu ham gaygacha bo'lsa kerak. Yo'q, tonirovka ruxsatnomalari bor. 4 yumshoq baloni bor, Mers hadovoy qilingan, polni shumizalyatsiya qilingan. 98 ming yuribdi. Mers hadovoy. Ha, kraskalari toza lekin buni. Ana. Petnoretovkasi ham yo'q. Yo'q. Equinox o'ziga yarasha zo'r mashina, do'stlar, mana. Bu 472 millionlik pozitsiya. Qanchaga beraveramiz aka buni? Buni aka 23800 dan ozgina tushib beramiz. 23800. Ha, kraskalari toza, yurish-turishlari zo'r buni. 2021 yili, shuning uchun 23-24 ga qaraganda ancha arzon. Narxi yengilroq aka. Xudo xolasa yana yurish-turishlari zo'r, garantiya beraveramiz, xudo xolasa. Motor korobka hadovoylariga. Aha. Mana bu yerda zapaska balonlari ham mana joyida. Cho'tka holatda hamma yo'q. Yaxshi. 12 dan sizlardanmi aka? Kobaltimiz bor aka, puli yangiroq. Puli yangiroq, tirikchilik qilaman deganlarga zo'r kobaltimiz bor. Mana. Bitta salon yo'llar, chexol polilari ham zo'rini qo'yishdi mana. Video registratorlari ham bor. Yili nechi buni aka? Bu 2013 170 ming yurgan aka, bitta kapot qopog'ida kraskasi bor. Sakatkalar qo'yilgan, injektorli 4-pokoleniya metanlari bor. Yurgani qancha dedingiz? 170 ming. 170 ming yurgan. Motor korobka hadovoy zo'r, motorlari ochilmagan, holati zo'r mashina, yurishlari tikka. Demak, yurgani halol. Halolar bu joyda liboy proverka aka, tekshirtirib olishadi. Bizni bilasiz. Narxini qanchaga beramiz aka? Bu mexanikalisi. Buni aka 7300 ga beramiz. 7300 kami bor deyapsiz. Nisbatan sal-pal kami bor, lekin qanchaga bermadingiz o'zi? Bir savdo bo'ldimi aka? Va 7000 ni pastda so'rashdi, bermadi. Mo'ljalimiz icha balandroq. 7 ni atrofida. Ha, balonlari ham yumshoq balon, hali oddiy balondan qo'yilmagan. Diskalar ham chiroyli, yarashib turibdi. Ha. Puli yangiroq tirikchilik qilaman deganlarga, misol uzoq yo'lga qatnayman deganlarga ham zo'r variant aka. Zo'r variant. Yangiroq. Asosiysi 2023-yildan beri, 2013-yildan beri 170 ming yurganingizmi? Ha, yurgani halol, liboy joyda tekshirtirib olishaveradi. Juda ham kam yurgan ekan. Yiliga nisbatan. Telefon qilaverasizlar akamizga, telefon nomeringizni aytsangiz, 93 642 50 23. 93 642 50 23 ga telefon qilaverasizlar do'stlar. Narxini arzonroq qilib beringlar, mening nomimdan chiqsalaring. Xudo xolasa. Sog' bo'ling.